Telefon purushli ham O'zbekistonda san'at asari bo'lib ketdi, bilayotgan bo'lsalar, Bollywooddan o'tib ketib qoldi oxiri, to'g'risi. Cho'sti emasin, mana shu yangi iPhone chiqdi, opalar eskisini sotishni boshladi. Men hech narsaga nam yo'q qilmayapman, hayronman, bilmasam to'g'risi. Bitta opa chiqib olib turib, chiroyliroq bola keladimikin debman deb qo'yapti. Voy opa, men basharangiz o'zi chiroyli degan so'z bilan antonim qilib ishlasa bo'ladigan bo'lib qopti bu. Mis mahalla 1977 ni olgandek gapirmang, bu to'g'risida chibin bilan yonma-yon qo'ysa, chibin oldingizda hurliqoroq bo'lib turadi. Tam xunuk odamni ko'rganmiz to'g'risi. Lavingizni ham kechqurun stakanga suv to'ldirib uyitib qo'yib yotsangiz kerak-ku. Yosh katta opadan mashina qilar tishini protez. Ertalab yumshoq bo'lib qoladi deb mashina qilsangiz kerak-ku. Yo'q bu. Normalniy odam chiqmaydi, bitta bola chiqadi haligi. Qilgan eng katta jinoyati maktabda bir marta odobnoma kitobini olib bormagan. Naqlatdingizmi desa, ha, naqlatdim. 64 xonali uy beramiz deydi, bermadim deydi. 180 dollarga berasizmi desa, beraman deydi. 30'ini karta qilib bersam bo'laveradi desa, yo'q deydi. Bitta 100 dollarlik, bitta 80 dollarlik berasiz deb turib oladi.